Sohibjon Boboyev, birinchi variant 9-masala. Ushbu yadro reaksiyasi bo'yicha 238,23,8 gram uran parchalansa necha mol elektron hosil bo'ladi deyapti. Demak, uran parchalanganda massasi 238, tartib raqami esa 92 ga teng ekan. Parchalanganda X modda hosil bo'lar ekan, massasi A va B tartib raqami. Plus 3 ta neutron, massasi demak 1, zaryadi 0. Va plus Y ta elektron hosil bo'lar ekan, massasi 0, zaryadi -1. Bizga ma'lumot berib qo'yibdiki, A plus P teng 329 degan. Hop, sistema qiladigan bo'lsak, 238 barobar bu yoqda A plus 3 ta neutron bor, massasi 3. Demak, 238 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, bu tarafga necha bo'ladi? 235 teng A. Bizga ma'lumot berib qo'yibdi pastda. A plus B barobar 329 bo'lishi kerak. Demak, B ni topish uchun nima qilaman? 329 dan ayirishim kerak. Ya'ni A ni o'rniga 235 ni olib qo'ysam bo'ladi, chunki A 235 ga teng. 235. Hop, B barobar demak ayiradigan bo'lsam 9 dan demak necha bo'ladi? 90. Bu 4 bo'ladi. 12 dan demak 11 dan 3 dan ayiradigan bo'lsam 8 84. Demak 94 bo'ladi, 84 emas. Buni qarza bermadimi? Demak 94. B 94 ga teng ekan. Demak, B 94 deydigan bo'lsam, hop, A ni o'zi bizga 235 ga teng edi. Demak, men bu Y topishim kerak. 92 barobar demak 94. Bu yoqda minus Y ga. Y bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, 94 dan 92 ni ayiradigan bo'lsam 2 qoladi. Ya'ni bu joyda Y ni 2 deyotganmiz. Bizga aytayotgandiki 238 gram uran. Xo'p, bizga 238 grami 238 gram parchalanganda demak 2 ta elektron hosil bo'lyapti ekan. 23,8 gram parchalanganda esa demak 0,2 mol elektron hosil bo'lar ekan. Shunda bizga javob 0,2. A javob to'g'ri hisoblanar ekan.